Yetişken demez, yetişken. O'zi Ko'rdi, yonga qo'yib ol. kecha olib Bundan shundan, ana shunday qilib. Chiqaymiz. shu og'riq bitta qo'lidan ashi bo'lmay qoldi. Salgina joyidan siljigan. Qo'rqinchli emas, har bitta gapimni o'zingizga siljibdi, ana bo'pti deb stressga olmang o'zingizga, miyangizni qabul qilmang. Mana. Biroz toshkalarni aytaman, mana bular уже как остеохондрозga kiradi, nagrushka bo'lgan. Mana. Mana jumanada ham bor. Toshqay. O'sha. Bu chidang faqat. Yaxshi bo'ladi da. Ozgina harakat qiling, yurib. Nima bilaman? Hozir bilyaptilar. Hozir bilganlari yo'q. Bilyapsiz. Yo'q, qo'yordi. Qo'yordimi? Qo'yordi. O'tirib turishlaringiz qanday edi uyga masalan? O'tib turolmadi. Qani o'tirib turingchi? Yo'q, qo'yordi. Oxirigacha o'tiring. Bemalol qo'rqmang. Men sheyga siz sheyga. Ana shunday. Yana qaysi holatga og'riyardi? O'tirsangiz ham og'riydimi? Stulgami yo ko'rpachagami? Yo'q, o'tirolmay qoldi. Emalab o'tirdilar, tubanni ham emalab. Onasini qilib ushlab o'tirardi. Aha. Yo'q, hozir mana. Bunaqa o'tirib turolmasdim-da. Ammo qo'yib, mana bunaqa turib turardi. Katta odam emalab qo'ysa ham bir qiziqda, nima?